Assalomu alaykum. E'tiboringizga Amir Temur o'gitlari. Zamonaviy liderlik maktabi. Ko'pchilik Amir Temurni faqat buyuk istilochi deb biladi. Ammo uning eng katta g'alabasi jang maydonida emas, balki tafakkur olamida edi. U asos solgan imperiya 300 yildan ortiq barqaror turganining sababi kuchda emas, tuzuklarda edi. Bugun biz siz bilan Sohibqironning o'gitlarini chang bosgan kitoblardan olib, bugungi kunning shiddatli ofislariga, startaplarga va yosh rahbarlarning stollariga olib kiramiz. Tayyormisiz? Unda boshladik. Sohibqiron aytadi: 100 ming otliq askar qila olmagan ishni bir to'g'ri tadbir bilan amalga oshirish mumkin. Bugungi tilda strategik menejment deyiladi. Amir Temur har bir ishni boshlashdan oldin kengash qilgan. Lekin e'tibor bering, u hammani eshitgan, ammo qarorni o'zi qabul qilgan. Zamonaviy yosh rahbarlarga tavsiya: jamoangiz fikrini eshitishdan qo'rqmang. Demokratiya fikr almashishda, lekin mas'uliyat sizda. Agar sizdan aniq reja bo'lmasa, siz boshqalarning rejasining bir qismiga aylanib qolasiz. Ikkinchi tamoyil: kadrlar tanlash. Temur bobomizning kadr tanlashda oltin qoidasi bo'lgan. Ishbilarmon, mard va shijoatlik azmi qat'iy, tadbirkor va hushyor bir kishi 1000 ta tadbirsiz, loqayd kishidan yaxshiroqdir. Bugungi xodimlarni boshqaruvida bu soft skill deyiladi. Sizga diplomi bor 10 ta uxlayotgan xodimdan ko'ra, ko'zi yonib turgan, mas'uliyatni bo'yniga oladigan bitta mutaxassis foydaliroq. Rahbar sifatida atrofingizga ha deydiganlarni emas, qanday qilish kerakligini biladiganlarni yig'ing. Uchinchi tamoyil: adolat va jazo muqarrarligi. Sohibqiron shiori: kuch adolatdadir. U aytardi: saltanat ishlarini intizom va qonun asosida boshqardim. Shundagina ishimda baraka bo'ldi. Agar korxonangizda yoki jamoangizda tanish-bilishchilik bo'lsa, o'sha yerda rivojlanish to'xtaydi. Rahbarning eng katta xatosi jazo va mukofotda adolatsizlik qilishidir. Xodim bilishi kerak: mehnati qadrlanadi, xatosi uchun esa kim bo'lishidan qat'iy nazar javob beradi. To'rtinchi tamoyil: kelajakni ko'ra bilish. Amir Temur bir shaharni olishdan oldin uning iqlimi, yo'llari va odamlarini yillab o'rgangan. Bugungi tilda bu marketing tadqiqoti va SWOT tahlil deb ataladi. Rahbar faqat bugungi kun bilan yashamasligi kerak. Amir Temur kabi 7 qadam oldinni ko'ra bilish bugungi raqobat maydonida omon qolishning yagona yo'lidir. Xulosa: do'stlar, Sohibqiron o'gitlari bu faqat tarix emas, bu muvaffaqiyatning matematik formulasidir. Rahbar bo'lish bu faqat buyruq berish emas, bu mas'uliyat, intizom va adolatdir. Agar siz ham o'z sohangizning sohibqironi bo'lmoqchi bo'lsangiz, ajdodlar o'gitiga quloq tuting. Siz qaysi o'gitni bugungi hayotingizda qo'llagan bo'lardingiz? Izohlarda qoldiring. Vatan va xalq uchun manfaatli bo'lishdan charchamang. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz.
E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.